Yo, salam papalam, hormiyeli. Sizlar bilan Zerox YouTube kanali. Xo'sh, bugungi videomizda rank push haqida bo'ladi. Biz rank o'yinimiz. Bu oldingi videoda qo'yilgan kommentda yig'ilgan berilgan shart, challenge desam bo'lar o'zimga. Shu rank ko'taramiz. Xo'sh, eslatib o'tmoqchiman, oldingi videoda qilgan aktivitlar uchun, bo'lgan obunalar uchun sizlarga juda katta rahmat. Yozgan kommentlar uchun, juda hurmat qilganinglar uchun sizlarga katta rahmat. Xo'p, gap so'zni cho'zib o'tirmaymiz, o'yinni boshlaymiz. E'tibor berishingiz mumkin. Bu safar ham notebookda, chunki telefonda faqatgina ekran yozuvi bo'ldi. Ekran yozuvi bo'lgandan keyin ovoz berish uchun addenni qo'shib chiqish kerak edi. Undan ko'ra bir notebookda olib qolay dedim. Endi ko'ramiz albatta nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Notebookda uncha qo'l kelmasligi ham mumkin. Oldingi videonikidek. Juda endi bilmadim. Xo'sh, kimni yopsak bo'ladi? Abduljon Migronni tavsiya beraman o'qishda. O'z career base o'qitdi. Xo'sh, biz kimni yopamiz? Kimni yopishimiz mumkin? Nima bir jim Griff'ni olamiz biz. Griff hozir yaxshi-yu. Naprijoma kontrol qilib bersam, tanklardan bu o'yini, bitta Penny bor, bitta Shirley bor. Yaxshi bitta tank, bitta yaqindan uradigan damage'larimiz bor. Shu. Menimcha bu o'yinda yutishimiz ham mumkin. Xo'sh, boshladik. Omadimizni bersana. Hozircha tushunsiz bo'lmayman. Nimadir ekran juda katta qo'yapti. Ekranda bo'lmasam bo'ladi. Chiqoldik. Biz oldinga chiqoldik. Xo'sh, ortamiz. Kirgani qo'ymasak bo'ldi. Yaqinda juda yaqin kelib qoldim. Necha olib ketamiz. Yok qo'shibdi. Bo'shatib olamiz yo'lda o'zimizga. Shu yerdan oytish yapamiz. To'g'ri aytdim, yo'qmi bilmayman. Sizga rahmat bermayman. Yaxshi o'zim olib ketdim. Shelleplar bersa va unaqa qilmaydi, faqat penni qotib. Shuncha bitta odam bo'lib tursa, ham yana qolgan odamga yopib beraychi-da. Men ham ekranga, ham yana kontrolga ahamiyat berib chalg'onaman-da. Uchun zafarqim yopib tashlayveramiz. Easy, telefonda bo'lganda easy bo'lardi. Просто keyin notebookda bo'lgani uchun o'zingizlar tushunasizlar. Yaqinlashtirgan qo'ymaymiz. Bularda bitta ochiq shuni beryapti. Mana bu chekrasam yopadi. Yaxshi, ko'ryapsizlar. O'zim bilan ikkisini olib ketaman. Bo'ldi, giperga qo'shamiz. Shu yutdik. Bitta pina ko'ramiz. 14. Naprijam yaxshi olib berdim. Xo'sh, mana ochamiz sizlar bilan. Editlar sinab ko'ramiz omadimizdan. Birinchisi hech narsa chiqmadi. İkincisi ikkita, bitta. Shu 3 talik. Bu skilllar ko'pini olib qo'yganman. Videoni oxirida ko'rsatib ketaman. Agar kutib tursanglar. Nima ekan? Bu xo'sh. Voltmi? Ikkita nimamiz ketdi. Ikkita nimani olib boramiz. Kreditimizdan. Luna Fame 2. Xo'sh, davom etamiz. Xo'sh, mana biz knockoutimizni kelib oldik. Knockoutda Naprijomdan ko'p qiyinaydigan vays. Mana Naji bilan Byron. Bu tekda yotdi. Naprijom Edgar bo'lsa bilmadim. Naji nima juda asabga tegadigan vays. Yaxshi Edgar o'qilgan Miko. Xo'sh, o'zini himoya qilolmaydi. Yana bitta vays ochib keling. Kimni olamiz? Nima deysizlar? Nu da Griff hozir men devor sindirib bersam, emas, elimanga
foydali bo'ladi. Gromni bitta tanker edi, bularda baribir bilib bo'lmaydi. Tank bo'ladimi, ili damage dealer bo'ladimi? Shu uchun men kontrol qilishim kerak baribir. Brock, Belly, menimcha Eli, Leon. To'g'ridan-to'g'ri borish menimcha xato. Men bittaga birga bir kelgan payt iplayman. Ko'rsatak yondan turib olamiz. Gadjeti bo'lsa o'zi ekan, mana qilani deb o'ylayman. Bo'pti. Devosini shaxmat beraman, qilani deb o'ylayman mana. Necha. Ikkinchi qo'ldan olib ketamiz so'z. Belli yaxshi yana o'ldirmadi. Bu qattiq yoshlangan bo'lsa. Juda qiynaladi bitta o'zi. Например, ikkinchi o'yinni olib beramiz. Yaxshi, dislike ko'rdimmi? Bo'ldi, tushundim, uzr. Ikkinchi takrorlanmaydi. Voy, nimasi bu endi aynan kirgan payt bir login bo'lishini uzilib qolish yoqmaydi-da. Birga bir. Mana bizga yutqazadi. Bizdan yutqazib qo'yamiz, endi birga bir qopdi. Kutamiz. Yaxshi, trolling. Yaxshi. Trolling qilyapti. Uni nasib bordiga aytmaydi, ultrasi. Mana o'chirib qo'yadi. Ha, giperiga necha. Yaxshi. Emiz zo'r. Emizga gar bo'lishi mumkin emas. Endi men faqatgina to'g'ri o'ynab berishim kerak. Bu kim o'zi menimcha, aytdim o'zi. Yo, men qaytishim kerak. Menga shart emas, men kerak emas. Men oxiri turib bersam menga yetadi dedi. Kutamiz. Bu oy Brock uchalamizdan olib ketishi mumkin. Aytdim-ku, men qochishga ulguraman. Kim olib ketdi? Va 2-ga 1. Bilmadim. Baribir yutolmas ekanman. Qiyin-da, bola qiyin. Aprechon kompyuterda kontrol qilolmayman. Yaxshi. Asosan bunda notebookda o'ynashni skill oshirib olsaydim, men buni kontent ko'proq chiqqan bo'lardi. Mana ko'rasizlar, shu yerda o'zida bitta o'yin g'alaba, bittasida yutqazish. Uzoqdan o'ynamayman, aprechon aytib beraman. Uzoqda o'ynagancha ko'p olib bera olmayman. Nokautlarga, autizmlarga, shunaqa zonalarga ko'p olib bera olmayman. Xo'sh, hech bo'lmasa bir uncha tez ko'tara olmaymiz deyman-da. Nechada onamiz deganimda aprechon oxirigacha borib ko'raylik qani. Lekin borgunimizcha boramiz. Keyin o'sha komment yozib ketsanglar, keyingi o'yin nima haqida bo'lishini aytsanglar, shunga qarab harakat qilib ko'raman. Eplashga. Lekin realni xursand bo'ldim kechagi kommentdan, qo'llab-quvvatlashlardan, hammasidan. Nimaga olmadi? Lumini ban qilmoqchi edim. Lumini ban olmadi. Xo'sh, kimnikini olamiz, kimni?
Bir vaqtda ikkita o'yin o'ynadi. Men chiqib ketmadim. Meni aybim emas. Men o'ynayotgandim. Va eng yomon ko'rgan zonam. Chezon yaxshi, biroq eng yomon ko'rgan stildagi zonam. O'tda ham uzoqdagi kontrollarga uzoqligini ham yaxshi boshqarib. Например, это Броком umuman kerak emas menga. Brokni kerak emas. Men Jessini yopibdi. Jesse bilan o'ynamoqchi edim. Crow kerak edi. Crush Tiger. Xo'sh, kimni olaman? Menimcha hech bo'lmasa shu zonaga eplab bersa kerak. Hech shu zonaga. Burada Cat, Nori, Colt. Shu, hammaga omad, boshladik. Yaxshi yopdik. Bular zonasini deb qo'yamiz. Bizga birinchi damage berishimiz kerak. Ustimizga sakraydi. Uzoqroq qochamiz va ustida damage beramiz. Damage berdik. Taradan qolsin, tara. Ularga damage berishimiz kerak. O'zi tara. Va telefonda bo'lganimda va tara chiqarib yuborsa yo podkastda o'ynada yaxshiroq bo'lgan bo'lardi-da. Nafar uchun bunaqa qotgandan ko'ra bizga foydasiz qotgan odam. Bitta katta o'ldiraman. Bu ketishga bo'lsa hech qachon olmaymiz tortmadi. Shuning yomon ko'raman, yomon qotadi, lag bo'lib qoladi mana shu. Yaxshi mana ketdi. Va yoshilmagan joyini qara. Ikkalasini ham chiqarib qotishi musulda. Odamning 3 kishi boradi, bitta odamni oldiga. 3 qarshimizda ma'nosi yo'q-da, 3imizdan ham Chopdim qoldi. Aqqa damage beraylik, mana shu tarafga iltimos. Unchalik katta darajadagi o'yinchilar ham emas-da bular. Ultram bekor shotadi. Iplaydi, iltimos. 1% qoldi, bo'lishi ana nihoyat. 9 ga 3. Ana nihoyat ikkinchi yutganimizda 3400 ga 3500 gacha borib ko'ramiz. Ketdik. Xo'sh, Brawl kerak emas bo'lgan geroylar. Umuman kerak bo'lmagan geroylar. Edgar, Sizlar muqaddimni oxirida menda. Edgar bor, kerak. Ishga ham kerak emas. Sekinroqlashyaptim menda. Agar xohlasanglar, biladiganlar bo'lsa, bilmaydiganlar bo'lsa, qanaqa qilib yuklashni, kompyuterda o'ynaydigan qilishni o'rgataman. Agar xohlasanglar. Bu shunchaki taklif. Qanaqa o'rgatish emas, biroq taklif ma'nosida aytaman. Lekin orqaga o'tirib, noutbukda o'ynamoqchi bo'lsa. Xo'sh, ularda aytgandek Edgar option kerak. Yaxshi yopdim. Yaxshi buni ham o'qib berdim va hozir juda kombo qilgan bo'laydi. Kombosi ham o'xshaydi hozir. Ne yapacağım bir olurdu.
Manda ultra bor, bitta tek ultra bor. Sen yok. Oy. Hozir kimdir chiqishini bilaman, ulguraman. Men chiqishga ulguraman. Ana o'tolmaydi baribir. Qopda tashlab bergan ko'ryapsan ham. Ultram bo'tdi, boshqa narsa turibdi, bu yerda boshqa narsa bo'lyapti-da. Qaysi birini bosib bilmayman. Bu yerga jaqa chiqibdi, chota. Malades. Zo'rga olib ketdi. Zati bitta odamlar kelsa zo'rga olardi. Xo'sh, tezroq chiqamiz, tezroq o'ynaymiz. Vaqt o'tib ketdi o'zi ham. Ancha vaqtdan beri video qo'yishdim, kommentga hech kim yozmasdi. Kecha darsda o'tirgandim. Darsda o'tirgan paytim internet yo'lab material qidiryapsam, xabar kelgan YouTubedan. Qaysidir tanishim video qo'yganimni qarasam, men komment yozishgan. Shunaqa xursand bo'ldim. Unda bunisi videoni ham qo'llab-quvvatlasanglar juda xursand bo'lgan bo'lardim. Xo'sh, azizlar, prostatek boyagi videomizni yarmidan qisqartirdim, chunki boya o'yinga kirib chiqqanda o'yin otib oldi, bilmayman, server yangilanmaganmi, yangilanishga tayyor emasmidi. Endi bu kelgan, bu sezonlar bu grafika shuni qiynalib server. Chunki potato serverda, men tushunganda o'sha oldi. Qancha xarajat bo'lmasin, potato serverga hisoblanadi. Bitta kartoshka ikkita simlangan, napример, yetadi ularga. Danasiga o'shidan bo'ladi hammasi. Qiziq masala. Mana butun yopmoqchi edik. Spike butun bu serious. Ediga repinda. Juda xalaq beradilar. Hech bo'lmasa o'toldik. Napример, yo'q ekan serious ham yo'q. Hamadigram yo'q. Hamyani ham Mikko ham yo'q. Bu Mikko. Bizga ko'p foyda beradi. Yo'q, 9 kerak emas. 9 kerak emas. Iltimos, boshqa baysan. Mana shuni olmay chiqmasa. Shuni ol. Vah, 9lik nima kerak? 9lik kerak emas dedim. Yutuqsizsan bo'lasan. Aytib qo'yaman. Bir xayolimga kelgan o'sha endi yo'qmi ko'ramiz. Emas. Bo'shat berib tutini bilaga. Bu necha foizdan olib ketib qoldi o'zi ham. Ket o'ltirasiz Yaptım. Aldım koyduk kontrol. Kontrol vermez gerek. Umuman vermez gerek. Zorla kelgan bilmasam shunday kerak. Kelgan korporation kerak. Ko'rasizlar, mo'ljallagan paytimni. Hani o bir kişi bo'ladi. Yaxshi, BBC yopmasa ikkisini yopish ulgurdi Bibi chotki. Bor, narod o'ynatib. Sanab narod o'ynadi. Loh. Bitta o'zi kreasion foto, mahranchadan yopsam, bu mendan ko'p yopyapti. Yaxshi emas-da, kimdir ko'tarib berish kerak. Shuncha damage qilib bermanman, bir tiyin olmayapti, bilaman. Hech qaysi bir tiyin olmayapti. O'lib ketdi. Prosta nima berdiydi, jon bermoqchi. O'lta to'ldirib bermoqchi dedi. Yaqinlashma. Xitoratda qoldi. Aytdim, fengni 11 bo'lmasin, uchun qiziq emas. Bemalol easy yopib ketadi, easy. Va 90 bo'lganini qara. Men olib berdim, aytdim.
o'zi aqlli qildi-da, aqllicha qilib oldi. Bu ham napir hech narsa qilib bera olmadi ikkalasi ham. 4 ga 7, 6 ga 7. Bu bitta mana shuni o'zi ikkalasi kontrol qilyapti. Uchrasi kontrol qilayotgan paytim ikkalasi unga ultra to'ldirib berib, giper to'ldirib beryapti. Naprichom yaxshi gap emas. Shunaqa agar temetlari shunaqa zo'r tushayotgan bo'lsa, bilinglarki sizlar toptasizlar. Umuman yutqazmaysizlar. Bu meni maslahatim. Shuncha chiqqanlaringizni bir tiyin qilyaptimi? Gap yo'q. Shuncha harakat qilasan, shuncha tanlaysan, 9 ham oladimi? Naprichom bu senga silver emas bu, chimasa bu gold emas. Bu diamond. Diamond bu mythic o'tadigan daraja. Bu o'rtasida bitam hamma ham любой bir narsani olib o'ynaydi. Lekin naprichom yutish kerak. Bu kafiga kirib o'ynaydigan narsa emas-da. Naprichom endi uzr. Bu endi oxirgi o'yin bo'ladi. Oxirgi navbatga ketib boramiz. Ikkinchi ko'ryapsizlar. Agar o'xshata yutsak, agar yutib qarab yutayotgan bo'lsak, ko'tarib olamiz. Bo'lmasa yo'q. Xo'sh, bu zonada yana biz yutqazamiz. Chunki bizlar temetlar har doimda idealni epic shit qilishadi. Do your epic shit degan ma'noni eshitgan bo'lsangiz, shunaqa reansini ko'rsatadi. Bizga kim naprichom bu yo'q. Yo'q odam tavakkal o'zi yopsa zo'r odam olib beradi. Mana, retry login. Bilmayman nimaga. Uyda Wi-Fi bu videolangan naprichom retry login kirish kerak menga. Aynan shu payt tanlayotgan paytim menga report kirish kerak bo'lgan paytda. Yaxshi, rahmat. Report uchun ham 2 marta shunaqa bo'ldi. Hozir 2 marta mana shuni deb qani inbox mana 2 marta report. Bittasi buni olib tayyorgarlik ko'rgandim o'ynashga. Bunga ham report oldim, bunga ham report. Men nima kerak shu Wi-Fi bo'lsa, shuncha sharoit qilingan bo'lsa, notebookda ham yana serverga naprichom qo'yib qolaman-da. Naprichom oddiygina Wi-Fi ulanmagan bo'lsa, yana Wi-Fi qo'yaman. Yapamiz oğlan. Naprichom bitti falan. Olsun bitti. Edgar, Nerci, naprichom çok yapıştı. Bize kimni olamiz dedik. Grif oldik, Grif bilan o'ynadik. Oxirgi o'yinni salgina chiroyliroq qilaylik. Biz onamiz uchun qizimiz yutamiz, qizimiz ham haq yo'q. Qancha qilib o'ynashgan bu? Da uni ko'rgaydi, orqasiga qol, lekin mavshu gap yo'q. Umuman qanaqa chiqqan, men hali ko'rmaganman. Tushirib o'ynagan ekan, qanaqasiga men 3 ta o'qimni 2 ta o'qiga tengman. Qoyil lekin gap bo'lishi mumkin. Shuncha o'ynatdi, birinchi marta ko'rishim. Men 3 tagina, 3 ta 2000 dan darajga ko'p bo'ladigan o'qim. Qarab tur. Bilmadim, o'xshadi. Haliyam turibdi. Mana shunaqa bo'ladi, men 3 ta o'qimga qarshi nima qilgan odamlardan qoldim. Tegishim. Yaxshi ulgurdim. Sen meni kutib turamiz. Xo'sh, yutdik. Dislike. Musor. Mana shunaqa bo'ladi yutish. 4-1. Qani yetman, taramidi. Inna planeta. Mana bizga kim bo'lmasa, shu video uchun, sizlar uchun like. Bizga bitta like qoldirasizlar. Bitta video uchun like qo'yishdi. Hozir 1000 ta olamiz, 3000 ta tarbiya olamiz. Banalarimizni omadimizni ko'ramiz, yaxshi. Bunisigacha yaxshi.
ekstralar sizlar bilan opening. Baribir ham shu 7 ta ochdim. 7 ta ochgandan keyin bu server qotib qolgandi. 60 dollarga berdi, yaxshi. 6-sini bo'laygan, xo'p. Kimgadir beradi ana bor. One stock off. Yaxshi. Dynamite berdi. Yaxshi gap yo'q. Skinchiki просто ideal. Men 1000 tani berish kerak degan. Qarzi bor buni. 8 ta ochdi, tasavvur. Wow, 8 ta nabirjon. Oilalar bilan tashabbus. Tez-tezgina olamiz. Hech kim ko'rmaydi, hech kim ko'rmagan holatda olamiz. Qaytamiz hech kim. Aldım giderir. Bu sizlardan shu videoga qaysinga chop chiqqan? Keyin kim eng maksimal ultraga chop chiqqan yozsin kommentga. Og'ala ko'rasizlar. Aytdim, Legaga chop chiqdim. Legadan hozir ultraga olib chiqishni bilmadim. Endi Legagacha sizlar uchun videoga legendarnigacha olib chiqdim. Bo'ldi-yu, oxirgisi. Endi ochamiz, nima uchun ekan? Endi ko'ramiz. 500 kredit. Norm. Buni hamma baysa bo'lgan odamlardan aytdi, 500 kredit, 1000 ta kredit juda zo'r narsa. Xo'sh. Yaxshi atakasini oldik. Atakasini nima qildi? Bitta o'yin topdim, mayli, bitta o'yinni sizlar uchun o'ynab o'ramiz. Xo'sh, bizga knockout kelib tushdi. Knockoutga endi kim tanlashdi bilmayman. Oldin aytib qo'yaman, knockoutga tanlash bo'yicha yaxshi emasmi? Men hozirda birinchi bo'lib Edgarga olishim kerak. Edgar juda bosh og'riq bo'ladi. Edgar o'ynamoqchi ekan kimdir. Bu Brock yopamiz. Brockda ham o'ynamoqchi. Mendy yapamiz. Mendy uzoqdan ko'p bosh og'riq bo'ladi. Yaxshi qilma. Bu Brock yopib qo'yishni uzr bilaman, yopmadim. Asojay Brock kerak. Rost yaxshi bays oldi. Seni olishim kerak. Men kimni olsam? Serius? Olamiz, ko'ramiz. O'zim serius, wow. El Don. Ko'ramiz, omad kulib boqiy ekanmi yo'q. Hech qaysi tegmadi. Shu kopya ko'ramiz. Qatga qochishni bilmaydigan, endi hammasi umidim mana shu Jokerdan apastik deb hammasi yo'q. Ha, turjon ikkalamiz umidim shunaqa. Zo'r. Da bitta odam yoki ikkita odam qolsa o'zi ekan, biz etolmadik. Biza yo'limizdan kelmadi. Ko'rasizlar, yomon xalaq beradi, mana shu ekran to'ri bor, qo'ymaydi o'tgan. Bitta rekashet qo'yganmi? Bekor o'ltirishlatib yubordingda. Yaxshi. O'lib ketdi men hozir. Yashashimizni nima emas. Kutamiz, kim keladi. Yaxshi kopya qoldi. Juda ulgurdim. Yaxshi yopdim. Ay, ultra to'ldirmas kerak. Ultra bermas kerak. Ay, diga. Nima qilaman men? Endi kimdan umid kutaman?
O'sh qayerdan chiqasan endi? Krisa. Yutdik. Mana 7 Cyrox'dan comeback sizlarga. Mana shunday, mana senga Naprichon zo'r o'ynading. 3-1. Edgar ham bo'lmagan ish qildi. Xo'sh, Diamond 2. Hop, sizlar bilan o'zi ham zo'r challenge beribdi-da, ko'p narsaga yordam berdi. Anchadan beri olmagandim shuni. O'sha yozgan odamga katta rahmat. Rank push qiling degan. Juda hozir katta mas'uliyat tushgach o'ylayman o'zimdan o'zim. Boshni eplashim kerak edi. Dynamite bu skin o'tgan sezonniki. O'tgan emas, o'tgandan oldingi sezonnik mana. Yana 4 ta. Yaxshi. Nega bayt ko'taramiz? Moshni. Bravo, bitta skin olamiz. Keyin kametga iltimos sizlardan kametga. Casper'ning skinini olgan yaxshiroq. Men bir javob Brawl Pass Plus olmadim. Casper'ning skinini olgan yaxshiroq deb o'ylaysiz, chiroyli. Men o'zim olmoqchi bo'lganim Byron'niki. Byron'ning boshqa. Rozaniki. Rozan menga bu skin ko'proq yoqdi. Bu yana real xarakteri juda boshqacha skin. Mamnunuz вообще. Это juda chiroyli ekan. Bu Byron просто deb turgan, u sakrab turadi, tasavvur qiling, chotdiki. Keyingi sezon ham olaman Brawl Pass. Endi asosda qancha aktiv ko'payaversa, shuncha ko'p narsalar, xarajatlar oshaveradi. Bu qatdan kelib qoldi. Bitta qolib ketdi. Xo'sh, endi va'daga muvofiq men ko'rsatishim kerak bo'lgan narsani bo'tlamas deydi. Xo'sh. Mana bu yerdan Brawl Pass'dan boshqa, Noridan boshqa hamma skinni olib bo'lganmi? 4 talasimga. Bu yerda Grey, Mo, Sprout va Kenji. Bu Magic'in oxirgi baribir olaman. Magic'ni buni olaman. Bu sezonda vaqt bitta bayanning qolib ketgan. 4-shotgacha keldim. Xo'sh, nima deyman? Hammalaringizga katta rahmat. Shotgacha ko'rgan bo'lsangiz. Xo'sh, keyingi videoda nima haqida bo'lishini yozib ketinglar. Men o'shanga qarab bemalol video olaveraman. Hammangizga katta rahmat. Aktiv bo'lib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar.